Men yaqinda tadbirkorlik ishlarini boshlamoqchi edim. Albatta boshlash uchun qandaydir maslahatlar olish uchun bankka bordim. Bilasizmi, buni chigalligi nimada ekan? Yagona darchaga borib ariza yozasiz, u yerni to'ldirasiz, bankda tanlaysiz. Xullas bankdan borib turib yana yagona darchadan litsenziya olmoqchi bo'lsangiz, kassovый apparat, ya'ni soliqqa borish kerak ekan. U yerdan chiqib raqamlarni olib toki litsenziyaga ruxsat bergunga qadar ancha-muncha vaqt o'tib qiynalib ketar ekansiz. Lekin buni oson yo'lini topdim. Mana Loops Outsourcingga murojaat qildim. O'zlari boshidan oxirigacha o'zlari xizmatni qilib, mening qo'limga hujjatni topshirishdi. Kimki tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsa, bu sohadan tushunmagan bo'lsa, eng qulayi Loops Outsourcingga murojaat qilgani ma'qul. Barcha muammolaringiz yengil barham topadi. Shu bilan birgalikda Loops Outsourcing buxgalteriya hisobi sohasidagi har qanday faoliyatni, soliq maslahatlari, audit, bu yerda eng yuksak malakali, demak, o'zining sohani egalari sizga xizmat qilishadi. Siz firmani oching, qolgan hamma hisob-kitoblarni Loops Outsourcing bajaradi. Pastda telefon raqamlarimiz bor. Murojaat qilishni unutmang.